Futbolda shunday bir konspirologik nazariya mavjud. Singlisining tug'ilgan kuniga yaqin Neymar bilan hamisha nimadir sodir bo'ladi va u o'yinlarni o'tkazib yuboradi. Bu yil ham martning 10-sanasiga yetib kelishimiz bilan tuppa-tuzuk o'ynab turgan Ney Santosning o'ta muhim o'yinini o'tkazib yubordi. Sababi uning o'zini yomon his qilayotgani ekan. Ha, balki uning sog'lig'ida rostdan ham muammolar bordir dersiz, lekin 2012-yildan beri futbolchi ushbu sanaga yaqin qandaydir muammolar sababli har yili o'yinlarni o'tkazib yuboradi. Bugungi mavzuyimiz aynan shu haqida. Sizlar bilan futbol faktlari, biz boshladik. Rafael da Silva Santos 1996-yilning 11-martida Braziliyada San Paulo shahrida dunyoga kelgan. Akasi Neymardan 4 yoshga kichik. Rafael jahonda faqatgina Neymar sababli mashhur emas. U braziliyalik taniqli modellardan biri bo'lib, Instagramda deyarli 6 million obunachisi bor. Rafael rasman familiyasini da Silva Santosdan Beckranga o'zgartirgan. Sababi u mashhur futbol afsonasi David Beckhamning ashaddiy muxlisasi bo'lgan. Endi esa Neymarning Rafaella tug'ilgan kunini nishonlaydigan 11-martga yaqin o'yinlarini ko'rib chiqamiz. Sanoqni futbolchi mashhurlikka erishib olgan yillardan boshlaymiz. 2012-yil 10-mart sanasida Mogimirim klubi o'z uyida Santosni qabul qiladi. Mehmonlarning asosiy yulduzi esa negadir tarkibda yo'q. Qizig'i, Neymar undan oldingi 4 va 7, shuningdek 15-martdagi o'yinlarda maydonga tushgan. ...2013-yil 10-mart Atletico Sorocaba Santos o'yini. Neymar esa yana noma'lum sabablarga ko'ra tarkibga kiritilmagan. O'tgan safar bo'lgani kabi Atletico bilan o'yindan oldingi va keyingi bahslarda Neymar Junior safda bo'lgan. 2014-yil Barsaga endigina kelib qo'shilgan futbolchi 8 va 12-mart kunlari bo'lib o'tgan o'yinlarda maydonda bo'lgan. Ilk mavsumi sababli hali bosim ostida yurgan futbolchidan tushunarsiz sabab orqali o'yinni o'tkazib yuborishini kutishning o'zi ham noo'rin aslida. ...2015-yil 8-mart Barsa o'z uyida Rayoni qabul qilyapti. Tarkibda esa qahramonimiz yo'q. Sababi u bir tur oldin sariq kartochka olgan va diskvalifikatsiya o'tamoqda. Keyingi o'yin esa 14-martda. ...2016-yil 6-mart Eibar Barselona o'yini qaydnomasida Neymar yo'q. Chunki u o'tgan turda yana keraksiz sariq olgan va diskvalifikatsiya o'tamoqda. Keyingi o'yingacha esa bemalol Braziliyaga borib kelsa bo'ladi. 2017-yil 12-mart qahramonimiz Deportivoga qarshi o'yin qaydnomasida yo'q. Sabab sifatida esa mushaklaridagi muammolar keltirilgan. Biroq futbolchi bundan avvalgi va keyingi o'yinlarda muammosiz o'ynagan. Mayli, bunisini 8-martdagi o'ta muhim g'alaba uchun hordiq sifatida qabul qilamiz. ...2018-yil mart oyining boshida barmog'i singan futbolchi nafaqat ushbu oyni, balki butun mavsumning qolgan qismini o'tkazib yuborgan. ...2019-yil yana bir sinish sababli Neymar yanvardan aprelga qadar futbol o'ynamagan, shu jumladan mart oyida ham. 2020-yil 11-mart nihoyat qahramonimiz Dortmundga qarshi o'yinda to'liq harakat qilgan. Dastlabki bahsda Parijning mag'lub bo'lgani va bu bahsning o'ta muhimligini hisobga olsak, Neymar sog' holatda hech qanaqasiga bu o'yinni o'tkazib yubora olmasdi. 2021-yil fevral oyida jarohat olgan Neymar mart oyi yakunida maydonga qaytgan. 11-martda esa u davolanish bilan band edi. 2022-yil 9-mart Real Madrid Paris Saint-Germain. Neymar soppa-sog' holatda hech qanaqasiga o'tkazib yubora olmaydigan bahs. Lekin ushbu o'yindan so'ng keyingi match 13-sanada, ya'ni tug'ilgan kunda ishtirok etib kelsa bemalol bo'ladi.
2023-yil fevral oyida olingan jarohat sababli mavsumning qolgan qismi o'tkazib yuborilgan. Shu jumladan mart oyi ham. (2024-yil) Hilolga endigina borgan futbolchi oktyabrda jarohat olgan va yana butun mavsum futbolsiz qolgan. Sezib turganingizdek, 24-yilning mart oyida ham. Va 2025-yil 9-mart. Bungacha ketma-ket 7 ta o'yinda maydonda harakat qilgan futbolchi aynan ushbu kunga kelib diskomfort sababli o'ynay olmayapti. Santos esa juda muhim o'yinda Corinthiansga yutqazib, kubokni yarim finalda tark etmoqda. Noto'g'ri tushunmang. Bu bilan biz ney atayin o'yinni o'tkazib yubordi deyishdan yiroqmiz. Matchdan so'ng tarqalgan videolarda ham Neymar o'ynay olmayotganidan chuqur iztirobda ekanligi sezilib turibdi. Puder, mas por favor, velho. Queria estar aí com vocês, queria estar junto correndo, mano, por cada um, mano. Você não sabe o desespero que tá aqui dentro do meu coração, você não sabe a vontade que eu tô de jogar ali. Lekin fakt shuki, u singlisining tug'ilgan kuniga eng yaqin sanadagi matchda yana o'ynay olmayapti. Hisob-kitoblarga ko'ra, Neymar 2012-yildan beri 11-mart sanasiga yaqin 3 bor muammosiz futbol o'ynagan. Qolgan 11 holatda esa har xil sabablar bilan o'yinlar o'tkazib yuborilaverilgan. Bu qandaydir tavqi la'natmi yoki tasodif? Balki atayin qilingan ishlarmikin? To'g'risi, biz aniq javob yoki fikr bildirishdan yiroqmiz. Shunchaki bo'lib o'tgan voqealarni imkon qadar sizga so'zlab berdik. Xulosani esa o'zingizga qoldiramiz. Video yoqqan bo'lsa, unga like bosishni va yaqinlarga yuborib qo'yishni unutmang. Bu futbol faktlari edi, o'zingizni asrang.